Xo'p o'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Samarqand mashina bozoridamiz. Qiziqqanlarga Qashqar tomonidan egalaridan bir qator Cobalt narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Like bosish va obuna bo'lish mutlaqo bepul. Birinchi Cobaltimiz 23-yili bor ekan, avtomat propan gazlari bilan. Ko'rinishi bir holatini. Buning holati ham zo'r. Polik chol 90 ming yurtdi mashina o'rtoqlar. 90 ming 229 kilometr ham bunaqa. Ichak-chelari. Zo'r monitor, hamma yog'i bor. Egasi qani? Qo'tamonning ko'rinishi, mana gazi. Osti asosi baloni zapaska. Kraskasi qanday ekan mashina? Toza. Kraska toza. Narxi necha pul dedi? 10 ming o'tib beriladi. 10 ming savdosi bor. Bunda yozib qo'ying. 97 289 54 36 ga aloqa chiqaverasizlar. O'zingizga mashina. Hech qanday kamchiligi yo'q. Xudo xolasa oladi, minadi. To'g'ri aloqa chiqaverasizlar qiziq bo'lsa. Xo'p, navbatdagisi 2018 mexanikasi bor ekan o'rtoqlar. Metan gazlari bilan ko'rinishi, motor holatini. Buni qilsak diska, buning holatlari ham yaxshi. Salon holatini ko'rish. Hop 299 ming yurtdi mashina. Bashta 3 kuruk. Polik hamma yog'i bor. Aka qanday motor holati? Xodovoy, korobka. Motor ochilmagan. Aha. Aslida tablosi almashgan. Bu tablo aslida yurgan 160 ming shunaqa. Ha, bu boshqa tablo qo'yildi. Tablo bu kuydirib qo'ygani uchun o'zini probegiga qaytara olmagan, shu turishni nima qilganda. Ha, tushunarli. Hozir bu 300 ming yuribdi, o'ziniki 160 ming radnoy, to'g'rimi? Motor ochilmagan. Kraska toza, bittagina kalinkachasida bir qanchagina pitmochasi bor, toza moshincha. Aha. Qayerdagi mashina o'zi? Moshin Shtxonniki. Shtxonniki, Samarqand Shtxon o'rtoqlar. Metan gazi bor 90 ta, to'g'rimi? Ha, metan gazlari. Kamchilik yo'q hech qanaqa. Ha, yangi ekan o'rtoqlar. Gazlar. Zapaska. Narxini necha pul qilib berasiz aka buni? Aka 8200 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 8200. Generalni ham chiqadi. Savdosi bor. Ha. Generalni ham bor. To'g'ri, aloqa chiqaverasizlar. Nomeringizni aytib. 94 281 34 33. Mana akalar aloqa chiqaverasizlar. 19 mexanika bor ekan oqi. Propan gaz. Balon holati. Kirasa qanday aka bunda? 15% alishgan desam Ha, 15% kraskasi bor. 3,5 kuruk yurgan. Monitorlari bor. Narxi necha pul aka buni? 7200 savdosi. 7200 savdosi bor. Mana bunaqa gaz propan. Aka nomerni aytib qo'yasizmi? Nomer 88lik 88 348 348 56 56 56 ikkita 56 ekanda 56 aloqa chiqaverasizlar. Qanaqa muammo bor aka mashinada? muammosi qo'loldi minaldi. Ha, xudo xolasa muammosi bo'ldi. Motor xodovoy, hammasi motor 10 kun bo'lgan motor. ha, motor qilingan 10 kun oldi. Zo'r. To'g'ri, qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. 300 ming yurgan ekan, 200 qancha ming. Xo'p, navbatdagi Cobalt 2014 oqi mexanika, metan gazlari bilan. Konditsioner, bez konditsioner aka bu? Ha, konditsionerlar bor ekan. ABS konditsioner. Salon holati. 311.683 kilometr yuribdi. Orqa tomonlarni ko'rinish.
Metan gazi. Zapaskasi. Hamma yog'i bor. Narxini necha pul dedingiz aka? 5600. 5600 kelishamiz ha. 5000 ga bergan. 5000 ga berilmadi. Bunda nomerni aytaverasiz aka. 94 670 22 66. Allohga chiqaverasiz. O'zingizniki aka egadan. Ha? Mana o'rtoqlar, qiziq bo'lsa Allohga chiqaverasizlar. Umid aka bilan bor kilo. Kraskasi necha foiz aka? Asli. Asosiy bo'lgani, tushunarli. Hop, navbatdagisi 2020-yili bor ekan, oppog'i. Kraskasini so'rab o'tib ketamiz. Benzinda ekan lekin mashina o'rtoqlar, qiziq bo'lsa. Avtomat ko'rinishlar, motor holati. Qancha yurdi aka? 128 halol aka. 128 ming halol. Motor hadovoylari ham Yo'q. Javob. Hech qanaqa kamchiligi yo'q ishi. Balonlari ham zo'r. Radnoy kraska. Kraska ham toza, radnoy. Zapaskalar tushmagan. Chuqur poliklari bor ekan. Mana salon holati ham zo'r. Orqalar. Qancha qilib beramiz aka? Narxini necha bilan? 9 o'tsa beramiz. 9000 tepasi. Ha, Tushunarli. 7 o'tsa beramiz. Nomeringiz aka? 90 224 90lik 224 28 02. 28 02. 02 ga o'rtoqlar aloqa chiqarasizlar. Qayerdaka Samarqand? Asli Toshkent yangi yo'lni boshini juda katta qo'rondan. Ha, yangi yo'lni mashina o'zingiz katta qo'rg'ondan. Tushunarli. Hop, navbatdagi Cobalt 22-yil metan gazlari bilan avtomat. Mana ko'rinishi, motor holatini, telkor akkumulyator, ABS hamma yog'i bor. Balon holati ham yaxshi ekan. Kraskasi qanday ekan mashinani? Toza. 152 ming yuribdi mashina. Zo'rchiqol, polik hamma yog'i bor. Narxini necha so'rayapsiz aka buni? Narxi 9,5 ming. 9500 kelishamiz. Kelishgan joyi bor. Bor ha. Nomeringiz aka? 91lik 91 322 322 31 10. 31 10. To'g'rimi? To'g'lar. Allohga chiqaverasizlar. Qayerdagi aka mashina? Qashqadaryo. Chiroqchini mashinasi. Ha. Zo'r. Orqa tomonlari. Qiziq bo'lsa Allohga chiqaverasizlar. Hop, navbatdagisi o'rtoqlar 24-yil. Propan gazlik, konditsionerlik, ABSlik, avtomat, mokri. O'rtoqlar Cobalt Style. Bismillah. 68479 kilometr yuribdi bor yo'g'i. Kraskasi qanday ekan mashinani? Bitta aka mana shu kalinkasida bitmasi bor. Ha, orqadami oldingizdan? Mana bunda Ha, shu joyda bitmasi bor, qolgan joyi toza. Propani qanaqa aka buni? Tabletka. chipol polikliniga 18 ta yurgan. Toza kraskalar. Bo'ldi. Qancha qilib beramiz aka buni? Aka uni 10500 so'rab turibmiz. 10300 bo'lsa bo'lishib beramiz. 10 ming tepasi ekan, nima mo'ljal to'g'rimi? 10000 qilishdi aka bergan. Bermadik ha. Nomeringiz aka? 91lik 91 527 07 07. 527 07 07 ga do'stlar aloqa chiqaverasizlar qiziq bo'lsa. Bozoringiz bersin aka.